Assalomu alaykum hammaga. Moz bir videoni qo'yaman. Kurutini oxirigacha keyin men gapiraman bularga. Üstümden tenirovka olib, kayfdim bilib, Moskvani chaqirib yurgan bolalar videoni ko'rdilar. Videoga bitta like bo'lsa, videoni tenirovkasi bor bolalarga jo'natib qo'ydilar. Nima bo'lyapti uka? Endilikda O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikistondan mashina haydab kelgan bo'lsangiz, o'zingiz shaxsiy mashinangizda agar tonirovkasi bo'lsa, endi GAI xodimlari sizni to'xtatib 15 ming rublgacha jarima solishga haqli bo'lishdi. Mana Do'stlar, bular qayerdan shu yolg'on ma'noni topib chiqadi? Yo bularga kontent qolmadimi video qilib chiqishga? Salla boshqa tema o'ylab chiqmading? Bir qarasa patin yo'q bo'ldi deysan, bir qarasa undoq deysan. Bugun tonirovka mashin O'zbekiston, Tojikistondan kelsa deb ishtirok qiladi deysan. O'g'aylar, Tojikiston, O'zbekiston boshqa fuqarolar ham kelsa Rossiyaga, chunki orqasini tonirovka qilish beqqa mumkin mashinni. 50%. Men o'zim Tojikiston nomeri bilan mana kelgan 8 oydan beri yuribman. Orqasi tonirovka 50%. Biron ishtirok, biron nima qilgan yo'q. Даже kameralardan ishtirok qilgan yo'q menga. Men granitsadan chiqib ketib, kelib, chiqib ketib, kelib yuribman. Даже bu narsa bo'lgan yo'q. Bularga kontent qolmadi do'stlar. Chunki bularga kontent qolmadi, nima deb chiqishni bilmab, shu narsani o'ylab chiqib endi Tojikistondan mashina bilan O'zbekistondan kelsanglar 15 ming rubl ishtirok qiladi dedi. Yolg'on temani tarqatmayman. Qo'rqmasdan tonirovka bilan yuraveringlar. Biron ishtirok ham qilmaydi, biron balo ham qilmaydi. Chunki Rossiyaga mumkin. Qonun bo'yicha bularniki arqa tonirovka uchi mumkin deb chiqarilgan. Bular o'zidan soxta bloger yasab olib turib, har baloda haydab chiqadi. Videoni podelitsiya qilamiz do'stlar.